stol tagiga yig'ib qo'ygan mana bunaqa pullaring bo'lsa, har kuni inflyatsiya bilan qiymat kamayib ketyapti. Uni o'rniga mana bunga o'xshagan uylar olinglar. Bu uy Horshemda, Pensilvaniya shtatida joylashgan. Bahosi atiga 750 ming, yana kami bor. To'y hashamlar bo'lib qolsa, bemalol mana 6 ta mashina sig'adi parkingga. Uyimiz 4 ta xona, 2,5 ta vannadan iborat. Mana kirib kelishlaringiz bilan 14 fitlik ceiling kutib olyapsizlardi. Chap tomonimiz bo'lsa, mehmonxona bo'lyapti. Oynalar kattaligiga e'tibor beringlar. Uyda yil unaqa eski emas, shuning uchun katta oynalar qo'yilgan. Mehmonxona dining ulanib ketgan. Bu yerda katta stol qo'yib, bemalol 10-12 kishi ovqatlansa bo'ladi. Dining, razumeytsa, oshxonaga ulangan bo'ladi. Oshxona kabinetlarini ko'rdim, juda ham katta. Bular kamida bir 42 inchlik kabinetlar. Qalay, ha? Oxirgi model. Gaz kelgan uyimizga isitish, sovutish, ovqatlar pishirish gaz bilan bo'ladi. Kulminatsion joyi bo'lsa, mana bu family room, oila xonasi, shiftlarning balandligiga e'tibor beringlar. Xohlasangiz mana ikkinchi darajadan bemalol o'tganda pastda kim borligini ko'rishingiz mumkin. Oshxonani oldida mana nonushta qiladigan joy bor. Nonushta qiladigan joydan bemalol tashqariga chiqsangiz, mana bu yerda kofelar ichib o'tirsanglar bo'ladi. Mana burchaklar terganiga e'tibor beringlar. Juda ham katta joy. Buni qurish palon pul turadi. Огород ham anchagina o'ziga yarasha katta. Isib ketsangiz mana qo'shni basseynda cho'milib olsangiz ham bo'ladi. Qaringiz bilan mana o'ng tomonda garaj ketgan, laundry ham shu tomonda. Laundryning pollariga e'tibor bersang, kafel qilingan. Sababi suv ko'p oqishi mumkin. Boshqa uylardan farqli tomoni bu uyda birinchi etajda o'zida alohida o'zini mana sanuzeli bor. Xohlasangiz mana dush, xohlasangiz mana vannani o'zi bor. Va eng muhimi bu yerda xonasi ham bor. Ayniqsa ota-onalar bo'lsa, qari ota-onalar bo'lsa, yuqori qavatga chiqa olmaydigan mana shu xonadan foydalanish mumkin. Yashang. Asosiy florda o'zida. Demak, yuqori qavatimizda общий 3 ta xona bor. Mana orqam master. Demak, bu korpus faqat masterdan iborat. Keyin mana bunaqa 2 metrlik koridordan yurib kelishimiz bilan bu yoqda yana 2 ta xona bor. Xohlasangiz bu yoqni devor bilan yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunda pastda nima bo'layotganini ko'rmaysiz. Bu yerda mana birinchi detskini ko'ryapsiz. Razmeriga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Xohlasangiz farzandingiz uchun bitta kravat ham qo'ysangiz bo'ladi, bitta palta ham qo'yib bersangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa mana общий vannamiz, vannani holati bitta ko'rishda aytaman, normalniy, yangi emas-ku, lekin 3-4 yil oldin qilingan xolos. Bu esa mana ikkinchi detski, pollar yaxshi, svetlar qo'yilgan. Xohlasangiz mana bu klozet kattaligiga e'tibor beringlar. Narigi tomoni vanna bo'lgani uchun buni ham xohlasangiz kichkina farzandingizga vanna qilib berishingiz mumkin. Demak, uyimizda mana basement qismi ham bor. Bu yoqlar kafel qilingan, bu yoq polni tugatilgan, svetlar qo'yilgan. Oilangiz bilan zo'r vaqt o'tkazsangiz bo'ladi. Bu uy bo'yicha qiziqqan savollaringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Narxi 750 ming, yana ham tushirib beramiz, xudo xolasa.